Amerikadagi top universitetda o'qish yoki Xitoydagi top universitetda o'qish? Xitoydagi top universitetda o'qish. Koreyadagi top universitetda o'qish yoki Singapurdagi top universitetda o'qish? 100% Singapurdagi universitetda o'qish. IELTS ga ko'proq vaqt sarflash yoki SAT ga ko'proq vaqt sarflash? SAT ga ko'proq vaqt sarflash kerak. 2 yil orqaga qaytganingizda yana Gonkongdagi top universitetingizga kirgan bo'larmidingiz yoki Amerikadagi universitetga ketgan bo'larmidingiz? Albatta o'zim kirgan Gonkongdagi universitetga ketgan bo'lardim. Chunki 2 yil oldin Amerikaga 100% grant bilan kirganman, lekin ketmaganman. Vizaga ham topshirmaganman. Qizlar chet elda o'qish tarafdorimisiz yoki yo'q? Albatta tarafdorman. Qiz farzandingizni qayerda o'qitgan bo'lardingiz? New Yorkdagi New York universitetidami yoki Abu Dabidagi New York universitetidami? Shaxsan o'zim Abu Dabidagi New York universitetida o'qitgan bo'lardim. Nimaga Abu Dabidagi filialni tanladingiz? Birinchi navbatda Abu Dabi Toshkentga yaqin, 3 soatlik yo'l, tinch, musulmon davlat, ham 100% grant beradi. Ya'ni qizim 100% grantda o'qishi mumkin bo'ladi. Masalan, o'tgan o'quv yilida ham Sevara ismli o'quvchimga aynan shu NYU Abu Dabi, ya'ni New York universitetining Abu Dabidagi filialiga 100% grant bilan kirishiga o'zim yordam berdim. Va yonimga kelgan ko'p ota-onalarga ham qizlarini aynan shu universitetga yuborishni maslahat beraman. Qanday qilib noldan turib dunyoning top universitetlariga kirishingiz qadamlari haqida video master-klass tayyorlaganman. Ushbu video master-klassni bepulga qo'lga kiritish uchun izohlarda 3 sonini yozib qoldiring, sizga yuborib qo'yamiz.